kilometr bor bizga. Ikkita avtobus orqali kelamiz ham. Bu yerda ham gruppamiz borligi uchun sizlarda bu joyga domlalarga Gul opamiz bor, xizmat borligi uchun sizlarga topshirib ketganmiz. O'zi boshqalar gruppalardan kelsak, doim 2 kun yo 3 kun tek qo'yib qo'yamiz. Nimaga desangiz, Haramga borib kelishlik ibodatni yo'nalishini chiroyli bo'lgan bo'lsin. Keyin undan keyin tushuntiradigan ishlarni boshqasiga tushuntiramiz. İnşallah mana chiroyli holatda ibodatlar bo'lyapti. Bitta yurib tushsanglar, Ka'batullohga chiqasizlar, bir qarab chiqsanglar, yana mehmonxonalar. Bu sizlarga berilgan ne'mat. Men sizlarga u Jiddan aeroportidan tushib, avtobusda kelayotganda aytdim, esinglarda bo'lsa. Salovat ko'paytiraylik, beodobchilik qilmasak, hamma ishimiz Xudo chiroyli qiladi dedimmi sizlarga? Mana shu chiroyli ish nima bo'ldi? Hamma ravzaga kirdi, to'g'rimi? Bu yerda ham mehmonxonamiz juda chiroyli holatda bo'ldi. Bu joyga kelganimizdan keyin bu mehmonxonani qarang, sizlardan boshqa ixlos yo'q bu yerda. Ixlos yo'q, u hammasini boshqa tushadi. Sizlarga Xudo berdi bu. Shuning uchun bu ne'matni qadriga yetishlik uchun nima qilamiz desa, bu ne'matni qadriga yetishlik uchun Alloh taoloni zikrini ko'p qilamiz, borib tavofni ko'paytiramiz. Endi bu joyda o'zimga telefon qilishimdan erkaklardan ham ayollardan ham vaqt kelsa, savol-javob ko'payib ketdi. Umra badal qana qilamiz, biz endi qanday tushamiz, erkaklar olmasa Ka'baga tusholmayapmiz degan gaplar ko'payib ketdi.